Mana bu mashina uchun Amerikada shapka to'laydi odamlar. 10 ming, 5 ming, 8 ming shapka to'laydi. Kim biladiganlar biladi, to'laganlari ham bor. Bu mashinamiz mashinalarini erkagi. Bitta mashina ko'rsataman, taqiy o'zlaringiz prosta baho beringlar, tamom. 2025-yil 39.900 mashina narxi. Top toza mashinamiz. Faqat kelib haydab ketib olib ketish kerak. Tak, 13 ming mayl yurgan. Qaranglar. Absolutno yangi. Mashinamizning sostaviyasi juda ham yaxshi. Bu mashina olib faqat haydab yurish kerak. Eli. Bu tomondan ham bitta ko'rsatamiz. Bu mashina bilan ham taksi ham qilsangiz bo'ladi, magazinda ham, dostavka, absolutno любой qanaqa ish qilsangiz bo'ladi bu mashina bilan. Va bu yerda sedanlari bor, sedanlarni tepaga ko'tarsak bo'ladi. Sedanlar mana bunaqa ichkariga kiradi. Magazinchilar yuklaringiz qo'ysalaringiz bo'ladi. Ham taksida, TLCda, Jude'da ishlasangiz ham bo'ladi. Bu mashinamiz yangi. Odamlar bu mashina uchun shapka to'lab oladilar. Bizlarda bunaqa narsa yo'q. Kelasiz, mashina prosta olib ketasiz. Tamom.